Mening ismim Reder va zombi apokalipsis boshlandi. Ha, aytishingiz mumkin, nima qanaqangi zombi apokalipsis, bunaqangi narsalar faqatgina kinoda bo'ladi deb. Afsuski, unday emas. Bir necha oy avval g'alati virus tarqalib ketdi. Qanday tarqaldi, nima bo'ldi, uni kim yaratgan, buni hech kim bilmaydi. Asosiysi shundaki, dunyoni yarmidan ko'p aholisi qirilib ketdi. Qolganlari esa zombilarga aylanib qolishdi. Xullas, H311A virusi borgan sari kuchayib bormoqda. Olimlarning aytishiga ko'ra, bu virus 100% laboratoriyada tayyorlangan, ammo kim va nima sababdan bu virusni tayyorlagani hozircha noma'lum. Bizga kelgan ma'lumotlarga ko'ra, yaqin orada karantin e'lon qilinadi va shunga yarasha tayyorlanib olish kerak. Nursun, xuddi koronavirusdagidek yana niqob taqishga to'g'ri keladi. Mayli, hech qisi yo'q. Sen o'g'lim bunaqangi ahmoqona yangiliklardan tomosha qilma. Har doimdek shunchaki vahima qo'zg'atishyapti, xolos. Men esa ishga ketdim. Sen yaxshilab dam olib ol. Kechroq gaplashamiz. Xo'p, bo'ladi dada. Yaxshi boring. Nihoyat uydaman. Endi maza qilib dam olsam bo'ladi. Hammaga salom do'stlar, men Reder va men Minecraft youtuberman va nihoyat men harbiy xizmatdan qaytib keldim va bemalol dam olsam bo'ladi. Uyimiz 1 yil ichida umuman o'zgarmabdi. Yomon emas. Xo'sh, meni xonamchi, ha, bilardim dadam kelishimga tayyorlab qo'yibdilar. Bitta ham chang yo'q, faqatgina monitor qayerga g'oyib bo'lgan bilmadim. Hech qisi yo'q. Yangisidan olaman. Ha, narsalarim ham hammasi o'z joyida turibdi. Kamera, sumkalar va qolgan оборудование. Birinchi navbatda dam olishdan avval do'stimning uyiga borib kelishim kerak, chunki hammadan ko'ra meni u ko'p kutgan bo'lsa kerak, hattoki bir necha marta bazaga ham borgandim meni ko'rish uchun. Shunga oldiga birdaniga o'tmasam yaxshi bo'lmaydi. Yaxshiyamki to'g'rimizda turadi, shuning uchun bemalol yoniga borishim mumkin. Yo-moyo, vertolyotlar uchib yuribdi. Qiziq, bunaqasini ko'rmagan edim. Okey. Hozir yoniga borsam juda ham qattiq xursand bo'lib ketsa kerak, chunki hech kimga aytmaganim qachon qaytib kelishimni. Xo'sh. Hech narsa demayman, shunchaki taqillatamiz. Agar so'rasa, Svetdan keldik deymiz. Nima? Salom. Durib qaytib keldingmi? Albatta, Nursun, nimaga aytmading qachon qaytishingni? Shunchaki syurpriz qilmoqchi edim. La'nati, mayli. Xo'p, hozir yoniga chiqqan bo'ladim, shunchaki xotinimni mazasi bo'lmayapti. Shunga hozir skori kutib o'tiribman. Yo'q-ey. Kechroq uyingga o'taman, bilasanmi, shunaqangi yomon holat bo'lib qoldi-da. Juda ham tobi yo'q ancha kundan beri. Ha, mayli, tushunaman. Nima, yangi chiqqan virus bilan kasallanib qoldi. Yo'q-ey. Ha, shunga hozir tez yordam kutib o'tiribman. Ahvoli juda ham og'ir. Nursun, balki yordam kerakdir. Hech qanaqangi yordam kerak emas. Asosiysi o'zing qaytib kelibsan. Ha, bayram qilamiz. Albatta, bu aniq. Aytgancha o'zing nima yangiliklar? Aytgancha men biznes ochdim. Yo'q-ey. Ha, faqat bularning hammasini senga keyinroq aytib o'taman. Yo'q-ey. Men seni butun umr ishsiz o'tasan deb o'ylagandim. Aytishimni chaqiryapti. Bo'pti. Chaqirsa hech bo'lmasa ishni ochsang bo'lardi. Acha, virus yuqishi mumkin. Virus haqida unchalik ham ma'lumot yo'q ekan, televizordan aytganday bo'lishdi. Mayli. Koronavirus ham xuddi shunday deyishganda hamma vahima qildi. Oxiri nima bo'ldi? Oxiriga yaqin hech kim niqob ham taqmay qo'ydi. Hozir esa men biroz ovqatlanib olmoqchiman, lekin bu yerda bor yo'g'i sabzilar. Do'stlar, video sizlarga Stromy Gamer kanalini tavsiya qilaman. Kelinglar, unga 1000 ta obunachi yig'ishda yordam beramiz. Videolar juda ham qiziqarli va men sizlarga uni shaxsan tavsiya qilaman. Sabzavot yeya olmayman. Kim keldi endi? Mehmon kutmayotgan edim, demak, dadam yoniga kelishgan. Assalomu alaykum. Va alaykum. Mark qayerda? Mark? Ha, dadam bo'ladilar, ishga ketgandilar. Shunaqami? Ichkariga kirsam bo'ladimi? Yo'q, ichkariga kira olmaysiz. Lekin men dadangning do'stiman. Mayli. Tushuntirishga vaqt yo'q. Xullas, shahardan tezroq ketish kerak. Nimaga? Virus tarqalgan. Shahar tashqarisiga chiqish kerak. O'sha yerda xavfsiz zona bor. Janub tarafda 12-kvadratda. Men ham oilam bilan o'sha yerga ketyapmiz hozir. Meni kutib o'tirishibdi. Hozir avtobusga chiqamiz va ketamiz bu yerdan. Stop. Dadangga aytib qo'y hammasini. Tezroq shahardan ketishingiz kerak. Yo'q-moyo, bor yo'g'i bitta virusdan shuncha vahima Nursun. Ha, odamlar borgan sari noziklashib borishmoqda. Qishda hamma gripp bo'lishni boshlasa, yana yangi epidemiya, yangi karantin boshlansa kerak. Nima tushunmadim. Kim telefon qilyapti? Allo? Eshikni och, uxlab qoldingmi nima? Nursun, dada, hozir. Yo'q-moyo, rostdan uxlab qolib, eshikni hozir ochishim kerak. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kalitish xonada qolib ketdi. Bo'lmasa o'zim kiraverardim. Ha, hech qisi yo'q. Uxlayotganmiding? Ha, mayli, men ham hozir biroz dam olay chiqaman. Xo'p, bo'ladi. Dadam nihoyat keldirar, umid qilamanki biror nima tayyorlab beradilar. Aks holda hozir ochimdan o'lib qolaman. Bu yerda oshxonada kutib turaman, biror nima tayyorlab beradilar. Sabzavot esa yeyishni istamayman. Nursun. Bo'ldi. Juda ham shirin chiqibdi. Ochimdan o'laman deb o'ylagandim. Hali ko'p bunaqalardan tayyorlab beraman der. Aytgancha, bugun kechroq do'stlarim kelmoqchi edi, qarshi bo'lmasangiz. Albatta kelishlari mumkin. Men ham ancha zerikib ketgandim, shuning uchun ham odamlar kelishiga qarshi emasman. Ajoyib. Ko'chaga ham aylanib kelamiz. Men ham sizlar bilan. Menimcha shart emas. Bo'pti, g'azillashyapman. Qari cholga nima bor sizlar bilan? Nima xabar keldi? Tak, menga ham keldi.
Soat 21dan jin ursin. Nima bo'ldi? Karantin e'lon qilishdi. Yo'ma-yo'q ha. Shundan qo'rqqandim. Jin ursin yana uyda qamalib o'tirishga to'g'ri keladi. Qaytsa endi sen bor, zerikmayman degan umiddaman. Yo'ma-yo'q endigina koronavirusdan qutulib bir yilgina. Ishtahamni ham bo'g'ishdi. Mayli, men ketdim. Okey, borib noutbukimni topay. Yana masofadan ishlashga to'g'ri keladi. Ha, o'qish vaqtimda karantin zo'r edi. Chunki onlayn masofadan o'qish yaxshi, ammo rostdan ko'chaga chiqmasdan endi hech qayerga bormaydigan vaqtimda yomon. Mana bularni endi yig'ishtirib qo'yaman hozir. Chin ursin, bilasizlarmi? Rostdan ham karantin unchalik ham menga borgan sari yoqmay bo'lyapti, chunki karantin bilan birgalikda komendant soati ham e'lon qilindi. Kechki 9 dan tasavvur qilinglar, ertalabki 10 gacha ko'chaga chiqish mumkin emas. Gap bo'lishi mumkin emas, zo'r. Tushunaman, karantin virus tarqalgan, lekin bu darajada axir yo'ma-yo'q, mayli. Bu kunlar ham o'tar ketar, yigitlarni kuta qolaman. Yo'ma-yo'q, kim baqiryapti? Chin ursin. Soat necha bo'ldi? Okey, hozir ko'ramiz. Deb, seni eshitdingmi? Ha, eshitdim. O'l tarafimizdan eshitdi. Bizning uyimizda yonginasida. Tushaylik ko'ramiz. Okey. Balki kimdir yordam kerakdir, ha? Bilmadim, bo'lishi mumkin. Chin ursin. Soat 3 bo'libdi. Yo'ma-yo'q, yigitlarim kelishmadi. Har komendantlik soati. To'g'ri, bunga bir qarang. Yo'ma-yo'q, jasadmi? Ha? Tak, kimdir keldi yoniga. Qarosin, chin ursin. Bular kim bo'lgani qanadir chol va yashil maxluq, goblinmi? Yo'ma-yo'q quvib ketyapti. Balki yordam kerakdir. Yo'q, unga qara. Orqasidan chin ursin, jasadni mayda-mayda qilib tashlashgan. Qon bo'lib yotibdi. Jasadni ko'rdim, rostdan ham yo'q qon, lekin mana bu yashil maxluqlar nima bo'ldi? Hayronman, bilmadim. Chin ursin, nima qilamiz endi? Yaxshisi shunchaki ko'chaga chiqmagan o'zim qol. Ertaga politsiya chaqiramiz, hammasini hal qilamiz. Lekin bo'lgan ishlardan keyin uxlash albatta qiyin, ammo hayronman. Bu nima bo'lishi mumkin? Nima bo'lasan der. Hayronman, nima bo'lishi mumkin? Lekin yo bo'ldi, men shunchaki tepaga chiqaman. Okey, men esa eshikni yaxshilab yopib qo'yaman. Keyin bilsak, kasallangan odamlar virus ta'sirida mana shunaqangi qonxo'r maxluqlarga aylanishar ekan. Xalq orasida ularni klassik ravishda zombi deb atay boshlashdi. Va aynan o'shalar odamzodni yarmidan ko'pini qirib tashlashdi. Quyosh chiqishi albatta chiroyli, lekin hozir boryapman. Hadida nima bo'ldi? O'zing bilasan, ovqat bizda deyarli qolmadi va ko'chaga chiqishga majburman, lekin xavfli. Ha, to'g'ri, ammo menda qurol bor. Ammo ular ancha kuchli odamdan ko'ra. Albatta, ammo aqliy jihatdan emas. Shuning uchun ham men tirik qolishim aniq. Esingiz joyidami? Axir qancha odamni mayda-mayda qilib tashlashganini ko'rdik. Ha, ammo mayda-mayda bo'lib ketgan yaxshiroq. Ochlikda bu yerda o'lgandan ko'ra. Necha bo'lmasa kurashib, taslim bo'lmagan holda. Yo'q, qurolingiz bormi? Albatta. Mayli, unda men siz bilan boraman. Yo'q, sen uyda qolishing kerak. Tushunursan ekan, gapimga quloq sol. Xo'p, bilganingizni qiling. Chin ursin. Ajoyib, mana meni bir o'zimda uyda tashlab ketdi. Borganimda ko'proq yordam tegadir, lekin yo'q, uyda qolishim kerak. Axir men uni ko'zida hali ham yosh bolaman. Ana, bir o'zi ketdi. Ajoyib, omad, nima ham derdim. Yo'q. Menda esa hattoki qurol ham yo'q. Shuncha vaqtdan beri qurol bo'lganiga menga aytmagan. Qoyil, stop, do'stim. Shuncha kundan beri do'stimning yoniga borganim yo'q, tushunarsan. Shuncha kundan beri dadam bo'lgani uchun bora olmagandim. Mana endi borib kelaman. Nimaga uyimga kelishmaganini bilaman. Hatto komendantlik soati uchun kelishmagani aniq, ammo meni boshqa narsa xavotirga solyapti. Axir uni ham xotini kasallangan edi. Tushunarsan, mayda-mayda qilib tashlashgan rostdan ham. Undan ko'ra dadam aytgan teskarisi, ochlikdan o'lgan yaxshi bunday zombilarga yem bo'lgandan ko'ra. Xo'sh, Abraham, eshikni och, men keldi. Eshik ochiq ekan. Tushunarsan, qon. Yo'q. Hoy, yo'q, Abraham. Stop, bo'lishi mumkin emas. Hoy, chin ursin. Hoy, Abraham, qon, tirik emas. Qurol, demak qarshi ko'rsatgan va menimcha xotini zombiga aylangan bo'lsa kerak. Bu yerdan tezroq ketish kerak va politsiya chaqirish kerak. Chin ursin. Ana endi tirik qolmasligim aniq. Hoy, menga yaqinlashma. Chin ursin. Zo'moy sekin. Hoy, eshik. Bo'ldi. Tezroq qochish kerak. Hatto sen do'stimni o'ldirding. Menimcha hozir javob berasan. Maxluq. Kel. Yaqinroq kel. Davay, bo'la qol. Tashla menga. Tezroq. Davay, sabrlanaman. Bo'ldi. Abraham ajoyib do'st edi, lekin taqdir emas ekan. Lekin tez yordam chaqirganda nima uchun unga yordam berishmadi? Xotinini nimaga olib ketishmadi? Mayli, kechir. Shunisi avvalroq yoniga kirishim kerak edi. Balki o'shanda yordam bera olgan bo'lardim, chunki